Buvam aytqan hikmetler. Qol astındakilarga kuyinishni bil. Avazda Xuncham Rozi. Bar ikanu, yo'q ekan. Och ikanu, to'q ekan. Zamonlarning zamonasida bir boy o'tgan ekan. Uning yeydigan, ichadigan to'liq mol varallari yetib oshqidek bo'lsa-mu, lekin entayin ochko'z va pixsiq ekan. Uning el yurt ichida Pixsiqboy deb nomi bor ekan. U boshqalardan elishni biladi ekan. Berishni bo'lsa faqat o'rganmagan ekan. Boy har qanday mehmondorchilik, to'y to'kin, o'lim yetimlarga boshqalar taklif qilmasa-mu, mo'rdan chiqqan tutunga qarab izlashtirib keldi ekan. O'zi yepishgandan sirt xanachilarga nesiv qilib og'ash ketay deb dasturxondan qo'liga chiqqanni elib mangdi ekan. Boyning bir aqlliq va samimiy moli bo'lib, boy bilan hammaga billa bordi ekan. Yo'l bo'yi boy toza hashamatlik to'qilgan xechirga minib mangsa, malay kaynidan yerib ichib piyoda yuguraydi ekan. Elingan nesivlarni ko'tarib piyoda qaytadi ekan. Boy xechirning osh to'qliqini doim surishtirib turdi ekan, biroq malining osh to'qliqi bilan kori bo'lmaydi ekan. Bu ishdan malayning baq qo'siq ko'pibdi. Bir kuni boy bir biyaga mehmondorchilikqa beribdi. Sahibxon yo'g'on chinida usti sapseri qaymoq bog'lagan qitiq kelib, boyning oldiga qo'yibdi. Boy qitiqni bir yonga qo'yib, boshqa narsalardan to'yg'ich yebdi. Va qaytadigan chaqda bu qitiqni xonachilarga nasib qilib og'ash ketay deb moliga ko'targizib, o'zi xechir bilan oldida mengibdi. Qo's qechib, besh qiyib, uchaylari tortishib, ko'zlariga qorong'ulik tiqilgan malay yo'lda ketib o'tib, boyga o'shmanligi tutibdi. Va uni bir aplab adibini beray deb, xeyli oqida jiroqlab qopdi. Boy arlab yetishibman deb tovlab qo'yibdi. Malay orliqni uzartib, qochidagi qitiqni ishtig'a bilan ichib bo'pti va intayin huzurlanibdi. Putqo'liga xeyli jon kiribdi. Malay boyga yetishvag'icha yuguribdi. Yaqin kelganda, "Voyjon!" deb qo'lidagi qochini to'polon yaga uribdi. Ustiga o'zini tashlabdi. Boy xechirdan tushmay turib, malayga qarab g'azab bilan, "Yiqildingmi?" deb so'rabdi. Malay, "Qo'polmayapman" debdi. Boy, "Qitiq to'kildimi?" deb so'rabdi. Malay, "Qochini topolmayapman" deb javob beribdi. Boy g'azabdan yerilib ketgidek bo'lib, xechirdan sakrab tushib, qamchisini ko'tarib malayni qo'g'labdi. Malay yo'l bo'yidagi o'stanni bo'ylab qochibdi. Boy aldirashchilikda o'stanga tushib ketib, tez eqiyotgan ulug' suvga g'arq bo'ldi. Malay ana shundoq aql ishlatib, zolim boydan o'chinibdi va jabr zulmdan qutulibdi. Hikmat. Hayotdagi turli sabablar tufaylidan kishilarda yallash va yallanish, beqinish va beqindirishdek holatlar mavjud bo'lgan. Sen bir mezgil yallag'uchi bo'lsang, bir mezgil yallanguchi bo'lib qolishing mumkin. Buni faqat o'zing bilgaysan. Qo'l ostindagilarga siyliq muomalada bo'lib, ularning holidan xabar olib tursang, ulardan sana rahmat hech qanday yog'idi. Mubada ularning dilini ranjitvassang, halokat purqi beshingda agib turdi. Chunki ata-bovlar to'g'ri aytgan. El qarg'ishi o'q.